Şunun şuncha ko'p qo'shuni, shuncha keng bo'lgan zemini bor turib, nimish shuncha tezla yengilib ketadi. Amaliyotda Yuanshu nihoyatda muhim bo'lgan odam omiliga sal qaragan. Ya'ni kinoni ko'radigan bo'lsak, his qilamiz, Yuanshu tavarik muhrni Sunsoning qo'lidan ilib olish uchun Sunso va uning boshchiligidagi, uning qo'l ostidagi nurg'un song'unlarningki o'zidan ayrilib ketib qolishiga sabab bo'lib qoldi. Demak, u ashu bir tosh uchun, qoshtash uchun, demak, nurg'un odamdan ayrilib qoldi degan gapda. Keyingi vaqtlarda u podshoh bo'lish uchun o'ziga nihoyat sodiq bo'lgan, o'zini qo'g'daydigan nurg'un iqtidorli vazirlarningki qarshi chiqishidek bir ahvolga yo'l qilib qoldi. Bu vaqtdami u ashu podshoh bo'lishni bak orzu qilganligi uchun o'zininki ashu aqlli mushavirlari, hatto ba'zi bir songunlarni ishdan bo'shatib o'tdi. Ya'ni man qarshi chiqsang, seni ishlatmayman deb ketkizib o'tdi. Ammo oxirgi bağı vaqtda u podshoh bo'lolgan bilan quruq nomili qoladi. Shu podshohlikni taraqqiy qildirgudek iqtidorli kishilarningki o'zidan allaburun yiriqlab ketganligi, tuzuk odamning qolmaganligini his qildi. Demak, uningga keladigan yov qo'shinni keyinga qaytiradigan, o'zining shu davlatini taraqqiy qildiradigan iqtidorli kishilar uning atrofida ozlab ketganda, shuning bilan tezla sav-savga mag'lub bo'lib, oxiri o'lib, oxirlashib degan gap. Shunga siz mayli shirkat qurgan bo'ling yoki igilik kelgan bo'ling, odam omiliga chuqum eng muhim qarshingiz kerak. Chunki bir shirkatda kollektiv bo'lgan vaqtda bu shirkat tez taraqqiy qiladi. Kollektivda iqtidorli odam ko'p bo'lgan vaqtda, demak, kollektivning kuch ajoyib zo'r bo'ladi. Ba'zi vaqtda iqtidorli odamlar nurg'un puldan muhim bo'ladi. Chunki shu odam pulni tepib keladi. Odam bo'lmasa, nurg'un pul bo'lgan taqdirdami, u pul balkim asta-asta tugab ketishi ham yo'qolib ketishi mumkin. Agar yenimizda iqtidorli kishilar bo'lsa, cho'qim ularni tutib olishimiz kerak. Shirkatimizni taraqqiy qildirmagan deydiganli maqsadimiz bo'lsa, cho'qim iqtidorli kishilarni yenimizda tutib qilish, tatib olib kelishni bilishimiz kerak. Agar shunga o'xshash 3 podshohlikdagi xodim boshqarish, shirkat igilik tiklashga oid mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, ayrimxonaga uchur qiling. Mushu oyning 16-kuni biz Urumchi shahrida 3 podshohlik va xodim boshqarish, g'arbga sayohat va xodim boshqarish tadbirlari to'g'risida butun bir kunlik naq maydon dars berib bormoqchi. Agar sizningmi shirkatingizdagi xodimlaringizni, vakolatchilaringizni, qo'l ostingizdagilarni boshqarishda qiynalayotgan masalalaringiz bo'lsa, qanday qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, mushu darsga ikkilanmay tizimlating, biz sizningki bu masalalaringizni hal qilishingizga yordam beramiz. Undaq bo'lsa, tizimlatadigan do'stlar ayrimxonaga uchur qilinglar.